do'stlar, bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yangi qonun nomer 1277 mulk huquqini olib qo'yadi degan gaplar odamlar orasida katta vahima keltirib chiqardi. Kimdir uyini tortib olishadi. Kimdir yerim davlatga o'tib ketarkan. Yana kimdir kadastrim bo'lsa ham foydasi yo'q ekan deb xavotirda. Men bugun ekspert sifatida sizga oddiy, tushunarli tilda aytaman. Kimlar haqiqatan xavf ostida, kimlar xavotir olmasligi kerak. Qaysi hujjatlar muhim, qanday xatolar mulkdan ayrilishga olib kelishi mumkin. Bu ma'lumot har bir uy egasi, yer egasi, do'kon, dala hovli, meros mulk, xonadon yoki noturar joyga ega bo'lgan odam uchun kerak. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlarni men oddiy xalq tilida ortiqcha qo'rqitmasdan, lekin yashirmasdan aytib beraman. Avval shuni aniq tushunib olaylik. Mulk huquqi degani oddiy gap bilan aytganda, odamning uyiga, yeriga, do'koniga, kvartirasiga, hovlisiga qonuniy egalik qilish huquqidir. Bu huquq konstitutsiya va fuqarolik qonunchiligi bilan himoya qilinadi. Ya'ni hech kim sizning qonuniy mulkingizni shunchaki menga kerak bo'lib qoldi deb olib qo'ya olmaydi. Lekin amaliyotda muammo nimada? Ko'pchilikda mulk bor, lekin hujjatlari to'liq emas. Kimdir uyini 15 yil oldin qo'l yozma tilxat bilan olgan, lekin notariusdan o'tkazmagan. Kimdir yerga uy qurib olgan, lekin yer ajratish qarori yo'q. Kimdir meros qolgan hovlida yashayapti, lekin merosni rasmiylashtirmagan. Kimdir kadastr bor deb o'ylaydi, lekin kadastr boshqa odam nomida. Mana shunday holatlar yangi tartiblar kuchayganda eng ko'p muammo tug'diradi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p joyda nazorat sustroq bo'lgan. Masalan, odam yer olgan, devor urgan, qo'shimcha xona qurib olgan, ko'chaga chiqib ketgan joyni ham hovliga qo'shib olgan. Yillar davomida hech kim tekshirmagan. Odam esa men 20 yildan beri shu yerda yashayapman, demak meniki deb o'ylagan. Lekin huquqiy jihatdan faqat yashab kelishning o'zi egalik huquqini to'liq kafolatlamaydi. Hujjat, kadastr, ro'yxat, qaror, oldi-sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi kabi asoslar kerak. Endi nima o'zgaryapti? Yangi qonun va tartiblarning asosiy mazmuni shundaki, mulklar bo'yicha huquqiy aniqlik kuchayadi. Davlat organlari bu mulk kimniki, qanday asosda egalik qilinyapti, hujjatlari to'g'rimi, yer belgilangan maqsadda ishlatilyaptimi? Noqonuniy qurilish yo'qmi? Soliq va majburiyatlar bajarilganmi degan savollarni ko'proq tekshiradi. Shuning uchun odamlar mulkni olib qo'yishadi deb shok bo'lyapti. Aslida qonuniy hujjati bor, o'z vaqtida rasmiylashtirilgan. Nizosiz mulk egasi uchun bu tartib odatda katta xavf emas. Xavf hujjatsiz chala rasmiylashtirilgan, noqonuniy qurilgan yoki qarz va sud ijrosi ostidagi mulklarda kuchayadi. Birinchi eng muhim narsa, mulk huquqi faqat og'zaki kelishuv bilan ishonchli bo'lmaydi. Masalan, siz 2010 yilda tanishingizdan hovli sotib oldingiz, $20,000 berdingiz, u sizga mana kalit yashayvering dedi. O'rtada qo'l yozma tilxat bor. Siz 14 yil yashadingiz, uyga 5 million so'm ta'mir qildingiz, gaz, svet, suv to'lovlarini to'ladingiz. Lekin notarial oldi-sotdi shartnomasi qilinmagan, kadastr hali ham eski egasi nomida. Bunday vaziyatda siz o'zingizni egadek his qilasiz. Lekin davlat reyestrida mulkdor boshqa odam bo'lib turadi. Ertaga eski egasi vafot etsa, uning merosxo'rlari chiqib uy otamizniki bo'lgan desa, siz juda og'ir nizoga tushasiz. Yangi tartiblar bunday holatlarni aniqlasa, muammo yuzaga chiqadi. Ikkinchi masala yer va uy alohida tushuncha. Ko'pchilik uy meniki bo'lsa, yer ham meniki deb o'ylaydi. Lekin yer uchastkasining huquqiy maqomi alohida ko'riladi. Uy-joy qurish uchun ajratilganmi? Dehqon xo'jaligimi, tadbirkorlik uchunmi? Vaqtincha foydalanishmi? Doimiy foydalanishmi? Ijara huquqimi? Bularning hammasi farq qiladi. Agar siz qishloq xo'jaligi yerda ruxsatsiz uy qurgan bo'lsangiz, kadastrga kiritilmagan bo'lsa, bu juda katta xavf. Chunki yer maqsadsiz ishlatilgan deb topilishi mumkin. Masalan, fuqaro 8 sotiq dehqon yerini olgan, aslida ekin ekish kerak, lekin u yerga 2 qavatli uy, garaj va do'kon qurib yuborgan. U mening pulimga qurildi deydi. Lekin qonun yer maqsadi buzilgan deydi. Natijada jarima, noqonuniy qurilmani bartaraf etish, yer huquqini bekor qilish kabi oqibatlar bo'lishi mumkin. Uchinchi masala. Kadastr borligi ham har doim hamma narsa ideal degani emas. Kadastr hujjati maydon, chegara bino turi, mulkdor nomi to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Masalan, kadastrda hovli 6 sotiq deb turibdi. Amalda esa odam 9 sotiq devor bilan o'rab olgan. Yoki kadastrda uy 20 kvadrat metr, amalda esa yana 9 kvadrat metr qo'shimcha qurilgan. Shu qo'shimcha qism ruxsatnomasiz bo'lsa, u qonuniy mulk sifatida tan olinmasligi mumkin.
Odam men 200 million so'm sarfladim desa ham, hujjat bo'lmasa, bu xarajat uning huquqini avtomatik himoya qilmaydi. Birinchi guruh uy yoki yerni qo'lyozma tilxat bilan olganlar. Agar sizda notarial shartnoma yo'q bo'lsa, zudlik bilan hujjatni rasmiylashtirish masalasini ko'rishingiz kerak. Ikkinchi guruh meros mulkda yashayotgan, lekin merosni rasmiylashtirmaganlar. Masalan, ota-onadan hovli qolgan 3 aka-uka bor. Biri uyda yashayapti. Qolganlari chet elda 10 yil o'tgan. Uyda yashayotgan odam men qaradim, meniki deb o'ylaydi. Lekin meros huquqi rasmiylashtirilmasa, qolgan merosxo'rlarning ulushi saqlanadi. Keyin sotmoqchi bo'lsangiz yoki kadastrni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz nizolar boshlanadi. Uchinchi guruh yerga ruxsatsiz qurilish qilganlar. Bu eng xavfli holatlardan biri. Ayniqsa ko'p qavatli uy yonida, yo'l bo'yida ariq, elektr tarmog'i, gaz quvuri himoya hududida qurilgan obyektlar muammo bo'lishi mumkin. 4-guruh katta qarzi borlar. Mulk huquqi qonuniy bo'lsa ham, agar sizda sud qarori bilan undiriladigan qarz bo'lsa, aliment, kredit, soliq qarzi, tadbirkorlik majburiyati bo'lsa, majburiy ijro byurosi mulkni xatlash, sotuvga chiqarish choralarini ko'rishi mumkin. Bu qonun mulkni olib qo'ydi degani emas. Bu qarzni undirish mexanizmi. Masalan, odam bankdan 300 million so'm kredit oldi, garovga uyini qo'ydi. To'lovini 15 oy to'lamadi. Bank sudga berdi, sud qarori chiqdi. Keyin uy auksionga chiqarilishi mumkin. Bu holatda muammo yangi qonunda emas, garov va qarz majburiyatida. 5-guruh mulkni boshqa odam nomiga rasmiylashtirib qo'yganlar. Masalan, xotin uy sotib olgan, lekin faqat nomida. Yoki farzand pul bergan, lekin uy ota nomiga o'tgan. Yoki tadbirkor soliqdan qochish uchun do'konni qarindoshi nomiga yozdirgan. Keyin oilaviy nizo, ajrim, meros yoki qarz bo'lsa, haqiqiy pul bergan odam o'z huquqini isbotlashga qiynaladi. Kimlar kamroq xavotir olishi kerak? Agar sizning mulkingiz bo'yicha notarial shartnoma bor, kadastr sizning nomingizda, yer maqsadi to'g'ri, soliq qarzingiz yo'q, sud nizosi yo'q, qo'shimcha qurilishlar ruxsat bilan qilingan bo'lsa, vahima qilishga asos yo'q. Siz shunchaki hujjatlaringizni tekshirib, nusxalarni saqlab, elektron reyestrdagi ma'lumotlarni solishtirib qo'ysangiz kifoya. Real hayotiy misol keltiraman. Bir oilada 4 sotix hovli bor. Kadastrda 4 sotix uy 95 kvadrat metr. Mulkdor ona nomida. Ona vafot etgan, 2 farzand bor. Katta farzand uyda yashaydi, kichigi boshqa shaharda. Katta farzand bir de 2 million so'mga uyga qo'shimcha qavat qurdi, lekin merosni rasmiylashtirmadi. Keyin uyni sotmoqchi bo'ldi. Notariusda ma'lum bo'ldiki, uy hali vafot etgan ona nomida meros ochilmagan. Ikkinchi farzandning roziligi kerak. Qo'shimcha qavat kadastriga kiritilmagan. Natijada savdo to'xtaydi. Mana shunday vaziyatda odam qonun meni qiynayapti deydi. Aslida yillar davomida hujjat tartibga keltirilmagan. Yana bir misol. Tadbirkor yo'l bo'yidan 2 sotix yerda kichik do'kon qurib olgan. Avvaliga konteyner qo'ygan, keyin g'ishtdan bino qurgan, elektr ulatgan, savdo qilgan, soliq ham to'lagan. Lekin yer ajratish qarori yo'q, qurilishga ruxsat yo'q, kadastr yo'q. 5 yil ishlagandan keyin yo'l kengayishi yoki tekshiruv bo'lsa, do'kon noqonuniy obyekt deb topilishi mumkin. Tadbirkor men soliq to'ladim-ku deydi. Lekin soliq to'lash bino va yerga mulk huquqini avtomatik bermaydi. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Har bir tartibda istisnolar bo'ladi. Mulkni davlat ehtiyojlari uchun olish masalasi alohida tartibda bo'lishi kerak. Agar yo'l, ko'prik, maktab, shifoxona, muhim infratuzilma qurilishi uchun yer kerak bo'lsa, qonuniy mulk egasiga kompensatsiya berilmasdan mulkni olib qo'yish mumkin emas. Kompensatsiya bozor qiymatiga yaqin, adolatli va oldindan kelishilgan bo'lishi kerak. Amalda esa odamlar ko'pincha baholashdan norozi bo'ladi. Masalan, sizning hovlingizni 600 million so'mga baholashdi. Lekin siz o'sha joyda shunga o'xshash uy kamida 900 million to'ladi deb hisoblayapsiz. Bunday holatda baholash hisobotini talab qilish, mustaqil baholovchi xulosasini olish, kelishuvga shoshilmaslik kerak. Ikkinchi tuzoq, og'zaki va'dalarga ishonish. Hozircha imzo qo'yib turing, keyin pulini beramiz. Oldin bo'shating, keyin kvartira chiqadi, hujjat keyin qilinadi degan gaplar juda xavfli. Men ko'p holatlarda odamlar aynan shoshilib imzo qo'ygani uchun keyin o'z huquqini himoya qila olmay qolganini ko'rganman. Har qanday kelishuv yozma bo'lishi, summasi, muddati, to'lov tartibi, beriladigan uy yoki pul aniq ko'rsatilishi kerak. Uchinchi tuzoq, auksion va garov mulk. Agar mulk bank garovida bo'lsa, egasi uni erkin sota olmaydi, hadya qila olmaydi. Ba'zan qayta qurish ham cheklangan bo'ladi. Odamlar uy sotib olayotganda faqat narxga qaraydi.
lekin taqiq garov, xatlov bor yo'qligini tekshirmaydi. Masalan, xonadon narxi bozor narxidan 20% arzon, xaridor xursand. Keyin ma'lum bo'ladiki, uy sud nizosida yoki bank garovida. Shuning uchun har qanday mulkni olishdan oldin reyestrdan ma'lumotnoma, taqiq bor yo'qligi, kommunal qarzlar, soliq qarzi, mulkdorning oilaviy holati, turmush o'rtog'i roziligi tekshirilishi kerak. 4-nozik jihat er-xotin mulki. Nikoh davrida olingan uy ko'pincha kimning nomida bo'lishidan qat'i nazar umumiy mulk hisoblanadi. Masalan, xonadon er nomida, lekin nikoh davrida olingan er uni xotin roziligisiz sotmoqchi bo'lsa, keyin bitim nizolashilishi mumkin. Yoki ajrimdan keyin uy bo'linadi. Shuning uchun kadastr faqat mening nomimda, demak 100% meniki deb o'ylash har doim ham to'g'ri emas. 5-nozik jihat bolalar ro'yxatda turgan uylar. Agar uyda voyaga yetmagan bolalar yashasa yoki ro'yxatda bo'lsa, ayrim holatlarda vasiylik va homiylik organlari ishtiroki talab qilinishi mumkin. Ayniqsa bola ulushdor bo'lsa, uning ulushini sotish juda ehtiyotkorlik bilan amalga oshiriladi. Bolaning huquqini yomonlashtiradigan bitimlarga ruxsat berilmasligi mumkin. 6-jihat qarzdorlik sabab mulkdan ayrilish. Ko'p odam mening yagona uyimni hech kim ola olmaydi deb o'ylaydi. Bu masalada ham holatga qarash kerak. Ayrim ijtimoiy himoya normalari bor, lekin agar uy garovga qo'yilgan bo'lsa yoki qonun bilan undirishga yo'l qo'yiladigan holat bo'lsa, xavf mavjud. Masalan, siz ipoteka olgan bo'lsangiz, uy aynan shu kredit ta'minoti bo'lsa, to'lamasangiz bank o'z huquqini talab qiladi. Shuning uchun yagona uy degan gapni har doim mutlaq himoya sifatida tushunmaslik kerak. 7-jihat noqonuniy qurilmani keyin qonuniylashtirish har doim ham mumkin emas. Ayrim odamlar avval qurib olaman, keyin bir amallab kadastr qilaman deydi. Bu juda xavfli fikr. Chunki qurilish sanitariya, yong'in xavfsizligi, shaharsozlik, qo'shni huquqlari, yo'l, ariq, elektr va gaz tarmoqlariga zarar yetkazmasligi kerak. Agar sizda qo'shnining derazasini yopib qo'ygan bo'lsangiz, umumiy yo'lni toraytirgan bo'lsangiz, muhofaza zonasiga kirib ketgan bo'lsangiz, keyin hujjatlashtirish rad etilishi mumkin. 8-jihat davlat reyestridagi xato. Ba'zan odamning hujjatlari joyida bo'ladi, lekin elektron bazada ism xato, pasport ma'lumoti eski, maydon noto'g'ri, manzil chalkash, chegaralar mos emas. Bu ham keyin savdo, meros, garov, kompensatsiya vaqtida muammo chiqaradi. Shuning uchun hujjatim sandiqda turibdi deyish yetarli emas. Uni amaldagi elektron ma'lumotlar bilan solishtirish kerak. Birinchi qadam, barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Sizda oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori, hokim qarori yoki boshqa asos hujjati bormi, hammasini toping. Kadastr pasporti, texnik hujjatlar, yer ajratish hujjatlari, qurilishga ruxsat, foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi bo'lsa, alohida papkaga soling. Agar hujjatning asl nusxasi yo'qolgan bo'lsa, nusxa yoki dublikat olish masalasini ko'ring. 2-qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Davlat xizmatlari markaziga boring yoki elektron davlat xizmatlari orqali mulkingiz bo'yicha ma'lumotnoma oling. Unda mulkdor kim? Maydon qancha? Taqiq yoki garov bormi? Manzil to'g'rimi? Bino turi qanday ko'rsatilgan, bularni tekshiring. Agar sizning ismingiz pasportdagi ism bilan bir xil yozilmagan bo'lsa yoki eski familiya, eski pasport ma'lumoti turgan bo'lsa, tuzatish uchun ariza bering. 3-qadam. Amaldagi holatni hujjat bilan solishtiring. Kadastrda 1 kvadrat metr uy turib, sizda 1 taksim kvadrat metr bo'lsa, demak 1 taksim kvadrat metr masalasi ochiq. Kadastrda 6 sotix bo'lib, devoringiz 7 sotixni o'rab olgan bo'lsa, qo'shimcha 1 sotix xavfli. Kadastrda turar joy bo'lib, siz uni sex yoki do'konga aylantirgan bo'lsangiz, foydalanish maqsadi masalasini tekshiring. 4-qadam, merosni rasmiylashtiring. Agar mulk vafot etgan ota, ona, bobo, buvi yoki boshqa qarindosh nomida bo'lsa, notariusga boring. O'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, kadastr hujjatlari, meros qoldiruvchining hujjatlari kerak bo'ladi. Meros muddati o'tib ketgan bo'lsa ham, vaziyatga qarab notarius yoki sud orqali masalani hal qilish mumkin. 5-qadam. Qo'l yozma tilxat bilan olingan mulkni rasmiylashtiring. Eski egasi tirik bo'lsa, u bilan notariusga boring va oldi sotdi shartnomasini qonuniy qiling. Agar eski egasi vafot etgan bo'lsa, uning merosxo'rlari bilan ishlashga to'g'ri keladi. Agar ular rozi bo'lmasa, sudga murojaat qilish masalasi chiqadi. Bunday vaziyatda to'lovni isbotlovchi kvitansiya, tilxat, guvohlar, kommunal to'lovlar, ta'mir xarajatlari, yashab kelganingizni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin.
6-chi qadam, qarzlaringizni tekshiring. Soliq organidan ko'chmas mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha qarzdorlik bor yo'qligini biling. Majburiy ijro bazasida ijro ishi bor yo'qligini tekshiring. Bank kreditlaringiz bo'yicha kechikish bo'lsa, bank bilan kelishuv qiling. Chunki ko'p hollarda mulkdan ayrilishning eng real sababi aynan qarz bo'ladi. 7-chi qadam, hech narsaga shoshilib imzo qo'ymang. Agar sizga davlat ehtiyoji, kompensatsiya, buzilish, ko'chirish, kelishuv, baholash bo'yicha hujjat olib kelsa, avval uni o'qing, nusxa oling, mutaxassisga ko'rsating. Hujjatda summa, muddat beriladigan kompensatsiya shakli, to'lov kuni, yangi uy manzili aniq bo'lmasa savol bering. Keyin yozamiz degan gapga ishonmang. 8-chi qadam, murojaatlarni yozma qiling. Og'ozdagi gaplar keyin isbotlanmaydi. Agar kadastrda xato bo'lsa, Davlat xizmatlari markazi orqali ariza bering. Agar noqonuniy xatlov deb hisoblasangiz, Majburiy ijro byurosiga yozma e'tiroz bering. Agar baholashdan norozi bo'lsangiz, mustaqil baholovchiga murojaat qiling va tegishli organga yozma shikoyat yuboring. Agar hokimlik yoki boshqa tashkilot qaroridan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. 9-qadam, qo'shnilar bilan chegarani aniqlang. Yer nizolarining katta qismi 20 sm yoki 20 metr chegara masalasidan chiqadi. Bir qarashda arzimas tuyuladi, lekin devor, yo'l, ariq, kirish-chiqish, tom suvining oqishi katta nizoga aylanadi. Agar yangi kadastr qilish kerak bo'lsa, qo'shnilar ishtirokida chegara masalasini aniqlashtiring. 10-qadam. Hujjatlarning elektron va qog'oz nusxasini saqlang. Telefoningizda skaner qiling. Elektron pochtaga yuboring, fleshka yoki bulutli xotirada saqlang. Asl nusxalarni namlik, yong'in yo'qolishidan ehtiyot qiling. Oddiy ko'ringan bu ish keyin sudda yoki notariusda sizni katta muammodan qutqaradi. Demak, do'stlar, yangi qonun haqidagi eng muhim xulosa shuki, qonuniy hujjatlari to'liq, kadastri joyida. Qarzi va nizosi yo'q mulk egasi vahimaga tushmasligi kerak. Lekin hujjatsiz uy, qo'lyozma savdo, ruxsatsiz qurilish, meros rasmiylashtirilmagan mulk, garovdagi uy, soliq yoki kredit qarzi bo'lsa, xavfni jiddiy qabul qilish kerak. Mulkni himoya qilishning eng yaxshi yo'li oldindan hujjatlarni tartibga keltirish, keyin muammo chiqqanda yugurib yurmaslik. Men sizga maslahat beraman. Bugun videoni ko'rib bo'lgach, uyda hujjatlaringizni oching, kadastrni tekshiring. Mulk kim nomida ekanini aniqlang. Meros yoki qarz masalasini ortga surmang. Chunki ko'chmas mulkda keyin qilaman degan har bir yil keyin katta xarajat asab va sudga aylanishi mumkin. Sizning holatingiz qanday? Kadastringiz joyidami? Meros rasmiylashtirilganmi? Qo'l yozma tilxat bilan olingan mulkingiz bormi? Izohlarda yozing. Men odamlar eng ko'p duch kelayotgan muammolarni ko'rib, keyingi videolarda alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu har bir oilaning uyi, yer va kelajagiga bevosita tegishli.